Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Aviakassa Aviasurxon. Hozir esa Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha 30-noyabrga O'zbekiston havo yo'llariga bilet оформлять qildik. Akamiz o'zidan narx-navolarni so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum akajon. Va alaykum. Mana 30-noyabrga narxi 28.000 rubl. 8 ta bilet oldik. Yana kerak bo'lsa bor bilet. Akajon, bu biletlarni bizning Aviakassa Aviasurxon Telegram kanalimizdan ko'rib oldingizmi? Albatta. O'sha narx bo'yicha оформлять qildingizmi? Xuddi shunday. Katta rahmat. Sizga ham katta rahmat. Akalarimiz nasib bo'lsa Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llariga bilet оформлять qilishda 28.000 dan 23 kg bagaj 8 kg ruchno eng ishonarli kompaniya bu O'zbekiston havo yo'llari bo'ladi. Akamiz 8 ta odamga оформлять qildi. Aka, Aviakassa Surxonga tavsiya qilasizmi kuzatib boruvchilariga? Albatta. Keling, bilet oling, uyingizga yaxshi yetib boring. Salomat bo'linglar. Katta rahmat sizga ham. Aviakassa Aviasurxon nomerlari bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha arzon variantda оформлять qilamiz.